Dasturimizda eksklyuziv xabar. Davlatimiz rahbarining yurtimizni dunyodagi obro'sini oshirish bo'yicha tizimli olib borayotgan islohotlari va tarixiy tashabbuslari sabab bugun O'zbekiston dunyoda mamlakat brendi eng tez o'sayotgan top 3 talik davlatlar qatoridan joy oldi. Bilamizki, mamlakatimiz yetakchisining investitsion muhitni yaxshilash, har bir tarmoq uchun rekord darajadagi xorijiy kapitalni jalb etish, tadbirkorlik rivoji uchun yuksak sharoit va imkoniyatlar, milliy brendlarimizni dunyo bozorlarini egallashiga qaratilgan tashabbuslari va ularning natijalari sabab bugun O'zbekiston dunyoda o'z o'rni va nufuziga ega mamlakatga aylandi. Global Soft Power Index 2025 reytingi ham ayni shu jihatlarni hisobga olgan holda iqtisodiy jihatdan top 100 mamlakat ichidan ham O'zbekistonni top 3 davlat qatorida qayd etdi. Mazkur reyting agentligi top 3 mamlakat, xususan yurtimiz yalpi ichki mahsuloti o'sishiga xizmat qilayotgan 40 dan ortiq sektorni o'rganish orqali mamlakat brendi qiymatini batafsil baholash imkoniga ega bo'ldi. Bu o'z navbatida yuqori salohiyatli tarmoqlarni aniqlash, investitsiyalarni samarali yo'naltirish va mamlakatning global brendini oshirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir.